Birinchi men bu telefonni biz qanaqa qilib ishlatishimizni prinsipini tushuntirib bersam-da. Qisqagina mana telefon turibdi. Mana tasavvur qilinglar. Bizda siz Timur aka mana qanaqa ishlatasiz? Siz ekranni olasiz, telefonni razblokirovka qilasiz и masalan deylikki ekraningizda bir nechta ikonka bor. Siz barmog'ingizni tekkizasiz, kirib ketadi. Bosishingiz bilan. Swipe qilasiz, swipe qilinadi. Chapga qilasiz, chapga, o'ngga qilasiz, o'ngga. Shunaqa. Endi gapiradigan dastur yoqilganda hamma amallar u gapiradigan dastur bir barmoqda bajariladigan hamma ishlarni biz uchun shunchaki ekranni o'rganish obyekti sifatida qo'yiladi. Masalan, men barmog'imni ekranda harakatlantirganimda gapiruvchi dastur yoqiq turganligi sababdan u bosilib ketmaydi. Men faqatgina ko'rib chiqa olaman xolos. Tanlashga egasiz. Xuddi shunaqa. Mana hozir. Голос 2 Mana men sal skоростini pasaytirdim, nimaga uni tushuntirib beraman. Mana siz bosib ko'rasiz, telefon deb aytadi sizga. Xuddi shunaqa. Masalan, mana qarang, barmog'imni ko'ryapman. App Store. Aha. Файлы. Настройки. Agar sizni barmog'ingiz gapiradigan programmasi turganda bu bosilib ketgan bo'lardi. My Taxi. My Taxi. Mana. Телефон. YouTube. Siz intuitivno shupit qilib ko'rasiz. Ha, men ekranni birinchi barmog'im bilan pashshalab, men mana qilib ko'rib chiqaman. Nimalar bor? Endi men masalan deylikki mana YouTube ga kirmoqchi bo'lsam, men yoki App Store ga kirmoqchi bo'lsam, siz App Store topib bitta barmog'ingizni bosasiz, kirib ketadi. Men fokusni mana App Store ga qo'ydim va men bu programmaga kirish uchun barmog'im bilan bir marta teginmayman, chunki adashib ko'z ojiz odam bosib yubormasligi ta'minlangan 2 marta uraman mana. Siz istalgan joyga urishingiz. Istalgan joyga urishim mumkin. Birinchi bitta bosib olganingizdan keyin topib olaman uni. Elementni topib olaman. Yoki mana Yandex.Go topib oldim. Endi ahamiyati yo'q, men Yandex ustiga uramanmi, urmaymanmi, fokus bunda turdi. Men ekranni bittagan 2 marta ursam kirib ketadi. Voy, o'ylanganimni qarang, qanaqa zo'r o'ylangan. Buni qarang. Voqeasi Apple'da birinchi shu masala ko'tarilganda, "Yo'q, biza qila olmaymiz, sensori ko'zi ojiz odam ishlata olmaydi" deb katta skandal bo'lgan ekanda. Lekin zadachani tushirgan. Steve Jobs zadachani tushirgan. U endi hamma narsa go'zal bo'lishini xohlaydigan odam bo'lganda Steve Jobs. Qillaring degan. Bitta odam bo'ldi, ko'zi ojiz odam bilan yaqin yurgan odam bo'lgan ekan. U ko'zi ojizlarni qanaqa ishlatishini, qanaqa barmoqlari bilan qanaqa ishlatish mumkinligini topib, o'zi shu sxemani o'ylab chiqib, shuni внедрять qilib ishlab chiqqan va bitta odam yo'q buni qilsa bo'ladi degan odamni мненияsi tufayli butun dunyo hozir sensordan foydalanyapti ko'z ojiz odamlar. Va Samsung ham, Redmi ham, qolgan istalgan mobil qurilmalar ham Apple'ni qilgan sxemasi orqali qilgan o'zini gapiradigan programmasini. To есть, men hozir iPhone'ni qanaqa ishlatsam, Androiddan ham xuddi shunaqa foydalanaman. Ular shu Apple qilgan texnologiyani ko'chirgan xolos. Ular ничего нового не изобретали. Ular hech nima yangi yaratib olmagan. Demak, Samsung ko'chirgan. Ha, Samsung, Android hammasi ko'chirgan Apple'dan. Chunki texnologiyani gapiradigan bunaqa sensor telefonni birinchi bunaqa ishlatilish tartibini Apple o'ylab topgan, VoiceOver bilan. Endi sizga telefon, menga telefon qilib ko'rsatib bering-da. Da. Boya telefon qildingiz kelganingizda, menga yana bitta telefon qilib ko'rsatib bersangiz, biz ekranda Затемни телефон. hozir 1 daqiqa. Mana men terishlarim bilan ko'rsataman-da. Контакты, клавиши. Затемнение выключено. Mana men ekranim yoniq turibdi, to'g'rimi? Rejim. Nomeringizni ayting menga. Jasur akamiz operatorimizga qilib ko'ramiz. Ayting. 93 deng. Mana raqamlarni men nimaga qilib ko'rsatayotganim, qanaqa qilib tanlayotganimni ko'rsatdim-da. Mana 93lik 893 8. Решет 9 3 66 11. 9 6 6 1 1. mana terdim shunaqa. Mana позвонить degan knopkani topdim, 2 marta uraman, va telefon bo'ladi. va telefon bo'ladi. Da. Mana bu keldimi? Va mana 2 marta tap qilsak bo'ldi, o'chadi. любой joyga tap. Любой joyga tap qilsak o'chadi. Wow. Mana damoy qilib bunday ekranga yana qaytib olaveramiz. Lekin mana hozir bu Страница 1 из 5. mana shunaqa sekin gapiryapti, to'g'rimi? Siz lekin tezroq gapiradigan qilib qo'ygansiz. Men buni bunaqa ishlataman. Mana masalan zaryadini aytmoqchi bo'lsam, mana zaryad akkumulyator 61 deydi. Soatni bilmoqchi bo'lsam, barmog'imni teparoqqa qo'yaman, soat aytadi. Tasavvur, hozir bu 75 tezlikda turibdi. Aslida o'zi 100 da ishlataman. Tomoshabinlarimiz o'ylashi mumkin, nimaga tez ishlatishadi deb. Mana ko'pchilik ko'z ojizlar, mana talabalarimiz ham aytadi, ustoz nima deyotganini tushunyapsizmi buni deydi. Tushunaman, chunki menga
siz masalan bitta ekranga qarab ekrandagi axborotni ko'rib oladingiz-da, darrov skaner qilib oladi ko'zlaringiz. Men buni gapiradigan dastur orqali menga buni Telegram, Yandex Taksi, telefon deb sekin aytib berishi menga kerak emas. Bu meni vaqtimni oladi. Men tezroq amal bajarishim kerak. Men ko'radigan insonlar bilan bir xil tezlikda bajarishim kerak. Shuning uchun menga buni chiroyli ohangda, sekin, tushunarli qilib, hamma tushunadigan qilib gapirishini menga keragi yo'q. Meni miyam qabul qiladigan tezlikda gapirsin. Meni miyam shuni moslashib ketgan. Biz yillar davomida eshitib o'rganimizdan keyin buni tezliklariga biz ko'nikib ketganmiz. Shuning uchun o'ta tez ishlatamiz va tushunamiz. Masalan, men oxirgi mana deylikki, mana Telegram kanalingizga, mana Telegramga kirdim. Mana Timur Xatamov Telegram kanalida turibman. И menga bu aytib beryapti mana. O'qib beradi. Mana menga hozir GTA 6 haqidagi informatsiyani o'qib beradi. Siz hech nimani tushunmadingiz. Lekin men GTA endi bo'ldi rasman chiqishi e'lon qilingani, investorlarga va'da berilgani hammasini men tushunyapman. Ana siz tushunishingiz uchun men ovozini skorostini pasaytirishingiz kerak, tezligini. Описание избран. Символ слова. mana Скорость 55, 50, fotografiya, podpis. Tabi endi boshqa kechiktirilmaydi. O'yin rasman belgilangan muddatda 19 noyabr kuni chiqadi. Oldindan buyurtmalar esa yaqin kunlarda boshlanadi, deya investorlarni ishontirdi Strauss Zelnick. mana shunaqa. Lekin bunaqa ishlatish, ko'rdingizmi, mana hozir sekin o'qib berdi-yu, bu meni vaqtimni oladi-da.